Siz tijoriy bino qurmoqchisiz. Biz bilan hamkorligingiz qanaqa bosqichlardan o'tishini hozir sizga birma-bir tushuntirib beraman. Bizning ishimizning birinchi bosqichi bu mijozning ehtiyojlarini tushunish. Ya'ni bu joyda biz investorni uzoq muddatli biznes rejalarini, bu loyihadan uni ko'zlangan maqsadini tushunib olishimiz shart. Bizning ishimizdagi ikkinchi bosqich bu bozor va iqtisodiy tahlil. Bozor tahlili deganda biz har bir loyihani o'zini qamrov hududi bor. Birlamchi, ikkilamchi va uchinchi qamrov hududi bor. Har bir qamrov hududidagi hozirgi kundagi raqobatchilar va kelajakdagi keladigan raqobatchilarni biz har birini birma-bir o'rganib chiqamiz. Ikkinchi bosqichdagi yana bir bo'limimiz bu makroiqtisodiy tahlil. Ya'ni hududdagi demografik o'sishlar, demografik tahlil, iqtisodiy o'sish va tahlil, turizm va shu kabi loyihaga taalluqli bo'lgan turli ko'rsatkichlarni chuqur tahlil qilamiz. Bizning uchinchi bosqichimiz bu pre-concept design deyiladi. Bu yerda biz avvalgi bosqichlardan olingan ma'lumotlarga asoslanib, bizning tarkibimizdagi arxitektorlar bilan birgalikda loyihani pre-concept dizaynini ishlab chiqamiz. Pre-concept dizaynda investorimiz binoni umumiy shakli, ichidagi bo'linishi, koridorlari, liftlari, zinalari, umumiy zonalari, tashqi zonalari, avtoturargohlari va shu kabi umumiy joylarini pre-concept sifatida ko'ra olishadi. Ya'ni u bizga keyingi bosqichda juda ham katta yordam beradi. Bu moliyaviy tahlil. Bu bosqichda birinchi 3ta bosqichda olingan ma'lumotlarga asoslanib biz loyihani texnik iqtisodiy tahlili yoki bo'lmasam feasibility study deyiladi. Ya'ni loyihani investitsiyaga jozibadorligini o'rganib chiqamiz va biz oxirida NPV, IRR, payback period kabi ma'lumotlarni qo'lga kiritamiz. Bu ko'rsatkichlarni qo'limizga kiritganimizdan keyin investor bilan birgalikda unga qanchalik jozibadorligidan kelib chiqib, oldingi 3-bosqichdagi pre-concept dizaynga ba'zi o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Masalan, loyihaning oqlanish muddati investor kutgan darajadan yuqori bo'lib chiqsa, biz turli xil o'zgartirishlar va yangilanishlar kirgizib, loyihani yana ham jozibadorroq qilib berishga yordam beramiz. Bizning keyingi bosqichimiz, ya'ni 5-bosqichimiz avvalgi 4ta bosqichdan olingan ma'lumotlar hammasini prezentatsiya shaklida investorga taqdimot qilib va u bilan kelishuvga erishamiz. Prezentatsiya paytida investorga masalan moliyaviy tahlil natijalari uni kutuviga to'g'ri kelmasa, biz uni birgalikda to'g'rilab, unga kerakli o'zgartirishlarni kerak bo'lsa kiritib yoki pre-concept dizayniga o'tib loyihani chizmalaridagi o'zgartirishlarni kiritib va natijada shu bosqichda biz kelishuvga erishishimiz kerak. Va bizning oxirgi bosqichimiz bu yakuniy konsept va hamkorlar. Ya'ni bu yerda undan oldingi bosqichlardagi barcha kelishuvlar, prezentatsiya paytidagi hamma o'zgarishlarni jamlab oxirgi yakuniy prezentatsiyaga kelamiz va ishni keyingi qadamlarga o'tkazamiz. Ya'ni bu yerda arxitektura kompaniyasi yoki loyiha kompaniyasi ishga tushadi. Bu holatda agar mijozimizda o'zini loyiha kompaniyasi mavjud bo'lsa, ular bilan ishni davom ettiramiz. Ya'ni ularga turli xil texnik vazifalar beramiz va ish bo'yicha yo'naltiramiz. Agar unaqasi mavjud bo'lmasa, biz o'zimiz ichki tender o'tkazib, shu loyihaga eng mos bo'lgan bir nechta loyiha kompaniyalarini tanlab beramiz. Yuqorida aytib o'tilgan ishlar orqali biz mijozlarga quyidagi narsalarni kafolatlashimiz mumkin. Birinchisi bu bozordagi aniq fakt, real raqamlarga asoslangan yechimlar, tajribaga asoslangan yechimlar va xatarlarni minimallashtirish. Agar sizga ham sifatli strategiya va konsept loyiha kerak bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring.